Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Qur'on o'rganuvchilar. Qur'on o'qish darslarimizda davom etamiz. Bugun darsimizni 13-qismi. Demak, darsni boshladik. O'tgan darsda ho va ha harflarini o'tgandik. Harflarni takrorlaymiz. Demak, bu ho harfi yo'g'on harf. Mahraji tanglayni tugashi va tomoqni boshlanish joyidan chiqadi. Ho, xi, xu, ax, xob, xol, xoroj, xobar, xoshab, xolaf, xoyru, xotmu, xomru, xovfu, mahroj, muxbir, axroj, yuxriju, axbaro, yuxbiru, istaxbaro, yastaxbiru, istaxroja, yastaxriju. Keyingi harfimiz ha. Ha halqumni o'rtasi tagidan chiqardi. Demak, havo to'siqqa uchramagan holda chiqish kerak. Ha, ha, hi, hu, ah, hay, hil, haj, hasan, hasab, hasad, muhsin, mahshar, minhar, mahfal, ahsana, imtahana, yamtahinu, ihtamala, yahtamilu, istahsana, yastahsinu, ihronjama, yahronjimu. Demak, xalqu, halqu, ha, halqu, xa, ha, xalqu, halqu, xoy, xotmu, hatmu, arham, arham. Bugungi birinchi harfimiz bu g'o harfi. G'oyin harfi. G'oyin harfi yo'g'on harflardan hisoblanadi. O'zbek tilida g'i tovushi kabi o'qiladi. G'o, g'i, g'u, ag'h, g'om, g'ob, g'il, g'oyru, bag'lu, farqu, g'ob, g'ob, mablagh, maghrib, ighlib, ighfir, ishtaghala, yashtaghilu, istaghfara, yastaghfiru. Takrorlaymiz. G'o, g'i, g'u, ag'h, g'om, g'ob, g'il, g'oyru, bag'lu, farqu, g'ob, g'ob, mablagh, maghrib, ighlib, ighfir,
اشتغال، يشتغل، استغفر، يستغفر. Demek g'o. İkinci harfimiz bu ayn harfi. Bu eng qiyin bo'lgan harflardan bittasi. Ayn harfi o'zbek tilida bunga o'xshash tovush yo'q. Buni mahraji halqumning o'rtasidan chiqadi. Halqumning o'rtasida tog'ay tomoq tarafga tortilib, qisilgan holatda havo qisilgan holatda chiqadi. A, I, U. Ayn sukunli bo'lib kelganda sal cho'zibroq aytiladi. A bo'lmaydi. Bi, an, am, sa. Bu ayn harfini bittada chiqarish qiyin. Buni o'zini mashqlari bor. Bu mashqlarni internetdan topib, yaxshilab mashq qilib o'zlashtirish kerak bo'ladi. Bir martaning o'zida bu harfni chiqarish qiyin. Shayx Alijon qori ustozimiz darslarini yaxshilab o'rgansalaringiz, qanday chiqarishni oson yo'llarini ko'rsatib o'tgan. Demak, sukunli bo'lganda ozroq cho'zilib aytiladi. A'miz, bi, an, am, sa, ma'a. Demak, sukunli sa sukunsiz holatda kelyapti. Ma'a sukunli bo'lganda sa. A'rof, aroba, ajam, ajab, amal, ilmu, umru, jam'u, ja'lu, ab, askar, aylam, Ja'far, Hanbar, G'aynu, aynu, G'aynu, aynu, Baghlu, ba'lu, Baghlu, ba'lu, Balghu, bal'u, Balghu, bal'u. Takrorlaymiz. A, ay, u, ay, u, bi, an, am, sa, ma'a, araba, ajam, ajab, amal, ilmu. Bu ayn harfi alifga o'xshagan sifati bor. Bu ayn harfi ustida qanday belgi kelsa shu harfga o'zgarib ketadi. Fatha kelsa a bo'lib o'qiladi, kasra kelsa ay bo'lib o'qiladi, domma kelsa u bo'lib o'qiladi. Yo'g'onroq o'qiladi. Ilmu, umru, jam'u, ja'lu, ja'lumas. Demak, ozroq cho'zilib aytiladi. Ja'lu, ab, askar, aylam, Ja'far, Anbar, G'aynu, aynu, Baghlu, ba'lu, Balghu,
bal'u. Aynı harf mashqlarini internetdan topib mashq qilib o'rganish kerak bo'ladi. Buni bir marta o'qib yoki 1-2 marta takrorlab o'zlashtirish qiyin bu harf. Bugungi darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi darsda ko'rishamiz.